Qarshingizdagi odam aldayotganini qanday bilsangiz bo'ladi? Odamlar aldaganda ularning ko'zlari o'ng tomonga qaraydi. Ular bu paytda miyaning kreativligidan foydalanib yolg'on to'qiyotgan bo'ladi. Aldoqchilar odatda bir gapni qayta-qayta aytib, o'ziga qo'shimcha vaqt yutib olmoqchi bo'ladi. Ularning ovozi to'satdan yo yog'on, yo ingichka, yokida tez bo'lib qoladi. Bu ularning miyasi panika qilayotgani belgisi. Yolg'on gapdan so'ng ular ko'zlarini ko'p marta pirpiratadi. Bu paytda miya yordam, yolg'on gapirib qo'ydim deyayotgan bo'ladi. Siz nima qilishingizga kelsak, savollarni tezlik bilan bering. Ularni o'ylashiga qo'yib bermang. Bunda miya chalkashib, yolg'on oshkor bo'lib qoladi. Bilimli loyihasiga qo'shiling va kuchli bo'ling. 297 ming so'm evaziga dublyaj aktyorlarnikidek ta'sirli va chiroyli ovozga ega bo'lishni istasangiz, izohlarda ovoz so'zini yozib qoldiring. Men sizga 5 kunlik mini kursga ro'yxatdan o'tish uchun havola yuboraman.